Okey. Mana bu stabilizator. 3 ga bo'lingan 30 ming talik. Okey, bu yerda 6 ta xonam bor. Hammasi yevro remont bilan. Yo'q, qani ko'rsatchi. Bunaqa xonada 6 ta manda bor. Bu oshxona, okey? Qarab ko'ring. Mashalloh. Zo'r ekan-a? Okey, o'g'ri-po'g'ri kelib qolsa bor, mana shu yerda ko'rib turasiz, bor. Любойni. Voy, gap yo'q, bor. Necha soti o'zi bu? 40 sotuv, okey? Voy, mashalloh, vashi cho'q. Okey, bu men otlarim bor, Shvetsariyadan kelgan, Ozarbayjondan kelgan. Okey, ishlar chik-chik babi bo'lib qoldi-da. Okey, 300 ta tovuqqa joyim bor. 300 ta. Mashalloh. Okey, bu yerda quy boqiladi. 60 ta quyga joyim bor. 60 ta qo'yga joy, gap yo'q, lekin bor. U nech pulda olsa o'zi bu fermani? Okey, 700 dommi? 700 nima so'mmi? 700 ming. 700 Zeleный. Zelený? Kapusta. Orqa cho'chqa o'sgan bratan. 1 2 3 skladmi bu? Okey, bu yerda sklad qilib ishlatyapmiz yem uchun. Bu yerda silister 500 tonna. 500 tonnagacha. Lekin bor. 500 tonnalik silister joy. Nazarbekda joylashgan hurmatli obunachilar, kelasizlar, mana shu joy olasizlar, barakali joy, otlarni qarang tursin. Mashalloh, 100 ta oti bor ekan. Menga ham nasib qilsin, aka, qachon menga ot sovg'a qilasiz? Ot. Sotaylik bitta ot sizga. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, otli bo'lib qolinglar. Mana shu videoga bitta like bosinglar, mana shu joy sotilib. Yangi uylar vays deb. Yangi uylar vayn shapaloqlar bo'lsin. Kechasini men qorong'ida ochki taqib qolding. Okey, nam boru, nochi тоже так светло, mana, brat.